Hammaga salom, bu meni birinchi videoyim va birinchi videomni ko'rgani xush kelibsiz. To'g'risi bu videoni olish uchun juda ham ko'plab vaqt ketdi. Ya'ni birinchi videoni nima haqida olishga juda ham ko'p o'ylandim va o'ylanib oxiri aynan mana shu haqida video olishga qaror qildim. Meni asosan yoshlar kuzatadi, shuning uchun yoshlarga bo'lgan maslahat. To'g'rirog'i o'zimni yoshligimga qanday maslahatlar bergan bo'lardim. Aynan shu haqida videoga olishga qaror qildim. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, o'zimni yoshligimda meni o'ylantirgan mavzular haqida o'zimga beradigan 3 ta maslahat. O'ylaymanki, hammaning yoshligida shunaqa muammolar odamni qiynaydi. Menda ham bunaqa narsalar bo'lgan. Ya'ni yoshlikda hamma o'zini kelajagi haqida qayg'uradi va har xil o'y-xayollar odamni qiynaydi. Misol uchun men kelajakda kim bo'lmoqchiman, men o'zim nimani xohlayman, yashashdan maqsadim nima degan shunaqa har xil xayollar odamni qiynaydi. Lekin bu o'smir paytida juda ham tabiiy holat. Va eng birinchi yoshlik paytimdagi o'zimga bermoqchi bo'lgan maslahatim bu shoshmaslik. Chunki o'zim juda ham shoshqaloq bo'lganman va o'zimni kelajagim haqida juda ham qayg'urib, kechalari uxlamay chiqqan paytlarim ham bo'lgan. Va o'zimga aytgan bo'lardim, shoshmasdan har bir maqsadni birma-bir daftarga yozishni. Shunchaki miyam o'zida o'ylab xayol qilardi. 1-2 kun o'tgandan keyin umuman xayolimdan chiqib ketardi va o'zimning maqsadim nima ekanligini o'zim ham bilmasdim. Shuning uchun iloji boricha har bir maqsadingizni yozib borsangiz, nima bo'lishidan farqi yo'q. Kichkina maqsadingiz bo'lsa ham, albatta uni daftarga yozib borishingizni tavsiya qilaman. Shundagina o'zingiz maqsadingiz nima ekanligini har doim esingizda tutasiz va har doim o'sha yozganingizni ko'rganingizda esingizga keladi va o'sha maqsadingiz ustida ozgina bo'lsa ham harakat qilasiz. Agar yozmasangiz esingizdan chiqib qoladi va maqsadingiz albatta amalga oshmaydi. Ikkinchi maslahatim, iloji boricha Instagramni kamroq ishlating. Buni sababi juda ham oddiy. Instagramda ko'radigan 1 daqiqalik reelsi bu sizning miyangizni ishdan chiqaradi. Ya'ni 1 minutlik reelsni o'zini ko'rganingizdan keyin miyangizdan dopamin hosil bo'ladi va shunaqa qilib, shunaqa qisqa payt ajralib chiqadigan dopaminga qaramoq bo'lib qolasiz va qarabsizki, keyinchalik kitob o'qish yoki boshqa shunaqa uzoq muddatda ajralib chiqadigan dopaminga bardoshingiz yetmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun iloji boricha shunaqa qisqa paytda ajralib chiqadigan dopamindan uzoqroq yurishingizni tavsiya qilaman. Buni o'rniga kino ko'rganingiz ham ancha yaxshi, chunki kino odatda 1 soat yoki 2 soatlik bo'ladi. Shu 2 soatning ichida qisqa bo'lib sekin-asta ajralib chiqadigan dopamin reelsdan ko'ra ancha yaxshi. Shuning uchun men ham shu kunlarda iloji boricha Instagramga kamroq kirishga harakat qilyapman. Shuni o'rniga kitob o'qish yoki uzoqroq kino ko'rishga odatlanyapman. Chunki men ham reels ko'rishga juda ham o'rganib qolgandim. Va shu sababli ham boshida kitob o'qish yoki kinolarni ko'rish juda ham qiyin bo'ldi. Chunki oldinlari 1 daqiqalik reelsni ko'rganimda dopamin tezda ajralib chiqardi. Lekin kitobni o'qiganingizda bitta kitobni tugatish uchun 3-4 soatlab vaqt ketadi. Shuning uchun ham kitobni o'qish odamga juda ham qiyin tuyuladi. Uchinchi maslahatim ham birinchisi bilan bog'liq. Ya'ni iloji boricha har bir ishni qilishdan oldin yozishni odat qilishingiz kerak. Umuman nima bo'lishidan qat'iy nazar, xayolingizga nimadir kelsa, albatta uni yozib borishingiz kerak. Chunki odamning miyasi unutish xususiyatiga ega. Ya'ni miya har bir ma'lumotni o'zida saqlab qoladigan bo'lsa, miya ishdan chiqishi mumkin. Shuning uchun miya eski ma'lumotni yoki unchalik muhim deb bilmagan ma'lumotni o'chirib yuboradi. Shuning uchun ham har bir xayolingizga kelgan umuman qanaqadir ideya bo'ladimi, nimadir qilmoqchi bo'lgan maqsadingiz bo'ladimi, kichkina bo'lishidan qat'iy nazar, uni albatta yozib borishingiz kerak va odam nimadir yozsa, fikrlash doirasi ham shuncha kengayadi. Misol uchun men ham telefonimni memosiga har doim yozib yuraman. Ya'ni telefonning o'zini programmasiga umuman xayolimga nimalar kelsa doim yozib borishga harakat qilaman. Shunda qachon telefoningizni ochib o'sha memo programmasiga kirganingizda nimani maqsad qilganingiz yoki nima qilmoqchi bo'lganingiz birdaniga sizga tushadi va o'shaning ustida ishlaysiz. To'rtinchisi bo'lsa, iloji boricha oldingizga qo'ygan maqsadingiz qisqa bo'lishi kerak. Maqsadingiz o'zingizdan qanchalik uzoq bo'ladigan bo'lsa, unga yetish uchun ancha vaqt ketadi. Va bu vaqt ichida sizni fikrlaringiz o'zgarib qolishi mumkin, erinib qolishingiz mumkin. Misol uchun bitta kitobni o'qimoqchi bo'lib maqsad qo'ygan bo'lsangiz, u kitobni birdaniga o'qib tugatishni maqsad qilish emas. Misol uchun bugunning ichida 5 ta varaqni o'qishni o'zingizga maqsad qo'yishingiz kerak. Ya'ni maqsadingizga yetishingiz qanchalik qisqa bo'ladigan bo'lsa, uni amalga oshishi shunchalik oson bo'ladi. Keyingi maslahatim bo'lsa, qaysidir bitta ikkinchi tilni o'rganishingiz. Odam bitta tilni o'zida gaplashishni bilgandan ko'ra, ikkita tilda gaplashganda odamning fikrlashi yana ham kengayadi. Misol uchun ingliz tili bo'lishi mumkin yoki boshqa tillar umuman o'zingiz qiziqqan tilni o'rganishingizni maslahat beraman. Faqatgina o'zbek tilini o'zida gaplashishni bilgandan ko'ra, ikkita tilda gaplasha olsangiz, sizning fikrlashingiz shuncha kengayadi. Hozircha maslahatlarim faqat shular. To'g'risi bu videoni umuman olishni maqsad qilmagandim. Shuning uchun qisqa vaqtning ichida bu tekstni yozdim va tezda videoni olishga qaror qildim. Chunki tezda hozir bu videoni olmasam, yana esimdan chiqib qolishi mumkin edi yoki umuman yana qolib ketishi mumkin edi. Oldingi videolarga o'xshab, oldinlari ham juda ham ko'p maqsadlar qo'yib, boshqa videolarni olishga maqsad qilganman va rejalar tuzib qolib ketgan. Shuning uchun bu videoni olish hozirgina miyamga kelib qoldi va tezdagina tekstni yozib, tezdagina kamerani yoqdim. Xuddi shunaqa qilib nimanidir qilmoqchi bo'lsangiz, keyinroq qilish uchun har xil rejalar tuzgandan ko'ra, o'sha xayolingizga kelgan paytni o'zida tezdagina amalga oshirsangiz, o'zingizga ancha foydali bo'ladi. Chunki keyinroq qilmoqchi bo'lib oldingizga maqsad qo'ysangiz, u esingizdan chiqib qolishi mumkin yoki umuman qolib ketishi mumkin. Bu meni birinchi videoim edi. Hech qanaqa tayyorgarliklarsiz olganim uchun unchalik mukammal chiqmadi.
Keyingi videolarda iloji boricha asta-sekinlik bilan mukammal videolar olishga harakat qilaman. Agar sizga keyingi videolarim qiziq bo'lsa, obuna bo'lib oling va bundan buyog'iga iloji boricha hammaga kerakli bo'lgan, foydali bo'lgan videolarni olishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Albatta obuna bo'lish va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr.